To'xtang, siz meni taniysiz. Ha, siz meni 100% taniysiz. Ha, o'sha Nilufar Hamidova bilan Instagramda qarniki qaymoq deb chiqqan bola men bo'laman. 13 million prosmotr bo'lgan, ya'ni qarniki qaymoq. Wow. Kstati, bugundan men vitaminlar ichishni boshlaganman. Bir maqtanib qo'yay. Mana komplekslar oldim, amchiyapman va whey proteinlar ichyapman. Kuchga to'lishim kerak-ku. Lekin kola bilan bugundan rasmiy ajrashdik. Hozir FHDga borib, arza shartnomasiga arza berib ajrashib keldik. Bugundan Fustig uylandim. Sog'lom hayot tarzi. Sizlar ham vitamin ichinglar. Qanchalik kecha ramyon yegim kelyapti deb video qo'ysam, bitta asalcha shunaqa kommentariy yozibdi. Asalcha qiz menimcha endi. Bu bolani ham nimadir yeyish kelishini birinchi marta ko'rishim. Bola shunda odam emasmi? O'g'il bolani qorni ochmaydimi? O'g'il bola hech narsa yemaydimi? O'g'il bola odam emasmi, bilat? Bir yuzga xot qilsa o'g'il bolaga mumkin emas desanglar, bola kiyinsa o'g'il bolaga mumkin emas desanglar, chamaylik ekanda, yashamaylik ekan. Endi kiyinmasak, yuzimizga xot qilmasak, ular shunaqa eng negativga boy bloger men bo'laman. Endi chala blogerman. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying Shahboz Shusteriga. Shusteri podpischiklarim deb chiqadigan bloger men bo'laman.